chiqib kelishmoqda. Uchrashuvga qiziqish nihoyatda yuqori, zero xabaringiz bor, o'rtaga Osiyo Chempionlar Ligasining yarim final yo'llanmasi qo'yilgan. Demak, e'tibor bergan bo'lsangiz, Bunyodkor futbolchilari bugun oq rangli ko'ylakda harakat qilishadi. Raqiblarimiz Pohang Steelers klubi a'zolari esa o'zlarining an'anaviy qizil qora rangli ko'ylaklarda to'p surishadi. Albatta, Jar stadioni muxlislar oqimi stadionga haligacha davom etmoqda. Sektorlarga muxlislar mana birin-ketin kelib sektorlarni to'ldirib borishyapti. Albatta, biz barchamiz bugun chiroyli va sermazmun futbol uchrashuvini kuzatib, Bunyodkor jamoasining g'alabasiga umid qilib qolamiz. Bir hafta avval Farg'onaning Neftchi jamoasi a'zolari Osiyo kuboklarida chorak final bosqichini boshlab berishdi va Yuriy Sarkisyan shogirdlari o'z maydonlarida Gonkongning South China klubini 5-4 hisobda yengishga muvaffaq bo'lishdi. Gollarga boy bo'lgan ushbu uchrashuv haqida turli gap so'zlar, turli fikrlar bildirildi. Nima bo'lgan taqdirda ham muhimi, O'zbekiston klubi ushbu uchrashuvda g'alaba qozondi va javob uchrashuvi oldidan hozircha Yuriy Sarkisyan shogirdlari ustunlikka egalar. Umid qilamizki, bugun Bunyodkor futbolchilari ham chiroyli va sermazmun o'yin ko'rsatgan holda g'alabani qo'lga kiritishadi. Shuningdek, ertaga Toshkentning yana bir klubi, O'zbekiston vitse-chempioni Paxtakor jamoasidan ham ana shunday chiroyli o'yin va g'alabalar kutib qolamiz. Ikkala jamoa a'zolari tarkiblari mana translyatsiya rejissyorlari tomonidan hukmingizga havola qilinmoqda. Bunyodkor tarkibida aytarli o'zgarishlar yo'q. Demak, faqatgina o'sha o'ng qanotda bugungi uchrashuvni o'tkazib yuboradigan Edson Ramosning o'rniga Luis Felipe Scolari, Viktor Karpenkani asosiy tarkibda maydonga tushirgan. Biz hali sharhimiz davomida uchrashuv ikkala jamoa murabbiylari o'yinga qo'llagan taktika, strategiya haqida biroz fikr bildirib o'tishga harakat qilamiz. Bu esa Ibrohim Halil Al-Gamdi, Saudiya Arabistonlik hakam, jahon chempionatiga da'vogar bo'lgan o'sha Osiyo hakamlarining biri. Xabaringiz bor, ushbu 5 kishilik hakamlar ro'yxatiga o'zbekistonlik Ravshan Ermatov ham kiradi. Demak, Halil Al-Gamdi ham aynan o'sha jahon chempionati uchrashuvlarini boshqarishga nomzod bo'lgan hakamlardan biri. Bu esa Luis Felipe Scolari. Bugungi uchrashuv aynan ushbu mutaxassisning O'zbekistondagi faoliyatiga biroz oydinlik kiritib berish kerak bo'ladi. Demak, Scolari anchadan buyon Bunyodkorda ishlayapti, jamoani har jihatdan o'rgandi, jamoa futbolchilari bilan til topishdi, ketma-ket milliy chempionat uchrashuvlarida g'alaba qozondi. Bugun esa nihoyat u birinchi jiddiy sinovga duch kelyapti. Bunyodkor futbolchilari Osiyoning eng kuchli klublaridan biri Pohang Steelers jamoasini dog'da qoldirishlari shart. Agar albatta qaldirg'ochlar yarim finalni ko'zlayotgan bo'lsalar. Ochig'ini aytish lozim, Bunyodkor futbolchilari nafaqat final, balki yarim final, balki finalni ko'zlashmoqda. Ya'ni o'sha Osiyo Chempionlar Ligasida bosh sovrinni qo'lga kiritishga harakat qilishmoqda. O'z navbatida Pohang Steelers klubi haqida ham xuddi shunday fikrlarni bildirsa bo'ladi. Demak, uchrashuv boshlandi. Bundan buyog'iga hamyurtlarimizga omad tilab qolamiz. Fursatdan foydalanib jamoalar tarkibi bilan sizlarni tanishtirib o'tsak, dastlab mehmonlar tarkibi xususida aynan shu hozir Denilson ijrosidagi hujumni birgalikda kuzatamiz. Bu vaziyatda himoyachilar uni to'xtatib qolishdi, natijani e'tibor bering va Ignatiy Nesterov darvozasi tomon dastlabki standart vaziyat belgilandi. Albatta, koreyalik futbolchilar ayniqsa standart vaziyatlarda ancha xavflilar. Umuman hujumkor jamoa hisoblanadi. Zero bugungi uchrashuvda ham jamoa bosh murabbiysi Sergio Farias ikkita hujumchi bilan harakat qilmoqda. Demak, to'p jarima maydoniga yetkazib berildi va bu vaziyatda hozir e'tibor bering, koreyalik hujumchi nihoyatda faol harakat qilib to'pni yanada orqaroqda turgan sherigiga yetkazib bergan edi, ammo maydon egalari xavfni bartaraf etishni uddalashdi. Joao Viktor maydon markazida to'pni egallab oldi va o'ng qanotga Viktor Karpenkaga uni uzatdi. Karpenka esa qanot bo'ylab Anvar Soliyevni oldinga boshlayapti. O'yindan tashqari holat. Bu vaziyatda hakam biroz kech bo'lsa-da bayroqchasini ko'tardi. Demak, Pohang Steelers tarkibi: darvozabon birinchi raqamda Shin Hwa Yong, ikkinchi Choi Hyu Jin, 5-chi Kim Tae-su, 7-chi Kim Jae-sung, 8-chi Hwan Jin-sung, 10-chi Denilson, 16-chi Kim Jung-kyum, 20-chi Shin Hyung-min, 22-chi No Byung-jin, 24-chi jamoa sardori Hwang Jae-won hamda 32-raqamda Kim Hyun-gil. Jamoa bosh murabbiysi Sergio Farias, Braziliya.
Bunyodkor O'zbekiston. Darvozada 44-raqamda Ignatiy Nesterov, 4-raqamda Xayrullo Karimov, 6-Anvar G'ofurov, 10-raqamda jamoa sardori Rivaldo, 19-Jasur Hasanov, 20-raqamda Anvar Soliyev, 22-Viktor Karpenko, 23-Sahob Jo'rayev, 29-Joao Viktor, 30-raqamda Server Jeparov hamda 30-raqamda Server Jeparov. Bosh murabbiy Luis Felipe Scolari. Uchrashuvni Saudiya Arabistonlik hakamlar guruhi boshqarib borishini aytib o'tdik. Demak, bosh hakam FIFA referisi Ibrohim Halil Al-Gamdi. Hozir Bunyodkor futbolchilari Viktor Karpenko va Server Jeparovlar raqibdan to'pni olib qo'yishni uddalashdi. To'pni yana Viktor Karpenko egallab olib, uni oldingi chiziqqa yetkazib berdi. Himoyachilar qaytarishyapti. Demak, Halil Al-Gamdiga qanotlarda hamyurtlari Yusuf Mirza Rustom va Ibrohim Ali Al-Debasilar yordam berishadi. Zaxiradagi hakam Vo Min Tri Vietnam. Hakamlar bo'yicha ekspert Xani Tolib Safar Qatardan hamda uchrashuv komissari Dong Zeng Xitoy. Demak, tarkib bilan tanishtirib o'tdik. Endi esa barcha diqqat e'tiborimizni yashil maydonga qaratamiz. Ko'rib turibmiz, koreyalik futbolchilar o'zlarini ancha erkin his qilgan holda uchrashuvni ancha hujumkor ruhda boshlashdi. Albatta, jamoa bosh murabbiysi Sergio Farias Toshkentga yetib kelgach, jurnalistlar bilan muloqotga kirishdi. Biz ham ijodiy guruhimiz bilan ushbu mutaxassis bilan suhbatda bo'ldik va murabbiy Toshkentga g'alaba qozonish uchun kelganligini, hujumkor o'yin namoyish etishini va yakunda o'sha finalga chiqish, yarim finalga chiqish niyati borligini yashirib o'tirmadi. O'z navbatida bunga javoban Luis Felipe Scolari hozir Rivaldo Jasur Hasanovga to'pni juda chiroyli tarzda yetkazib berdi. To'p hamon Jasurda. Bu vaziyatda Hasanov biroz shoshib qoldi. E'tibor bering, hozir Rivaldo birgina aniq harakati bilan nihoyatda keskin vaziyatni yuzaga keltirgan edi, ammo himoyachilar bu vaziyatni bartaraf etishga ulgurishdi. O'z navbatida Scolari ham bugungi uchrashuvga mana o'sha Rivaldoning pasini bizga namoyish etishyapti. Bugungi uchrashuvda ancha xotirjam tarzda harakat qilib, uning jamoasi ham, uning shogirdlari ham o'yinga har jihatdan tayyor ekanliklarini ta'kidlab o'tdi. Demak, bugungi uchrashuv ko'p narsaga oydinlik kiritib berishi kerak. Sahob Jo'rayev chap qanotdan to'pni egallab oldinga intilyapti. Jasur Hasanov oldingi chiziqda to'p so'rayapti, ammo Sahob to'pni orqaroqqa Anvar G'ofurovga yetkazib berdi. Anvar G'ofurovning bugun o'ng qanot himoyachisi ampluasida to'p surishi kutilgan edi, chunki o'sha markaziy himoyada Gochquliyev salomatligini tiklab safga qaytgan. Jasur Hasanov hozir raqibining xatoga yo'l qo'yganligidan foydalanishi mumkin. Jasur hozir jarima maydoniga yorib kirmoqchi. Himoyachi uni ta'qib qilishda davom etyapti. Gochquliyev safga qaytgach, asosiy tarkibda turkmanistonlik futbolchi maydonga tushib kutilgandi, ammo Luis Felipe Scolari hozircha Gochquliyevni maydonga tushirmadi. Gochquliyev zaxira o'rindig'idagi futbolchilar orasidan joy olgan, o'ng qanot esa Viktor Karpenkoga ishonib topshirilgan. Milliy chempionatning so'nggi bir necha uchrashuvlarida braziliyalik mutaxassis bunyodkor tarkibda bir qator eksperimentlarni o'tkazib oldi. Tarkib borasida ham, taktika borasida ham bir qator o'zgarishlar amalga oshirildi va bugungi asosiy tayyorgarlik aynan bugungi uchrashuvga qaratilgandi desak xato bo'lmaydi. Karpenko o'z o'rnida u to'pni oldingi chiziqqa yetkazib beryapti. Endi esa strategiya xususida ikki og'iz. Bugungi uchrashuvda Luis Felipe Scolari o'ziga yarasha taktika qo'llagan. Hozir Jasur Hasanov chap qanotda faollik ko'rsatib to'pni jarima maydoniga yetkazib berdi. Himoyachilar uni qaytarishni uddalashdi. Denilson to'p bilan Pohang Steelersning hujum chizig'idagi eng kuchli futbolchilardan biri. Braziliyalik Denilson. Demak, Pohang va bunyodkor jamoalari o'rtasida o'ziga xos o'xshashliklar mavjud. Bu jamoada ham asosiy hujum strategiyasi aynan braziliyaliklar hisobiga qurilgan. Jamoa bosh murabbiysi ham Braziliyadan. Bunyodkor tarkibda ham xabaringiz bor, hujumlar asosan Rivaldo orqali tashkil etiladi. Jamoa bosh murabbiysi ham Braziliyadan Luis Felipe Scolari. O'z navbatida o'sha o'yindan oldin Sergio Farias bu uchrashuv nafaqat Bunyodkor va Pohang Steelers, balki Farias va Scolarilarning o'zaro bellashuvi ham ekanligini ta'kidlab o'tdi.
Ko'ramiz ushbu to'qnashuv, ushbu qarama-qarshilikda kim ustunlikka erishar ekan. Sahob Jo'rayev to'pni oldingi chiziqqa yetkazib beryapti. Anvar Soliyev hozir Anvar Soliyevga to'p yetib kelmadi. Himoyachilar bunga yo'l qo'yishmadi. Demak, Bunyodkor ustozi bugungi uchrashuvda 4-4-1-1 strategiyasiga amal qilmoqda. 4 himoyachi, 4 yarim himoyachi, bitta hujumchi ortida futbolchi. Hozir xavfli vaziyat yuzaga kelishi mumkin va Pohang Steelers klubi a'zolari o'yinda hisobni ochishga muvaffaq bo'lishyapti. Himoyada yuzaga kelgan xatolik natijasida hozir Sergio Farias shogirdlari uchrashuvning 8-daqiqasidayoq o'yinda hisobni ochishga muvaffaq bo'lishdi. 22-raqamda o'ynayotgan No Byung-jin chap qanotdan tashkil etilgan hujumni samarali yakunlab, mana e'tibor bering, 16-raqamda to'p turayotgan futbolchi to'pni jarima maydoniga yetkazib berdi. Sahob Jo'rayev bu vaziyatda raqibiga qarshilik ko'rsata olmadi va Ignatiy Nesterovning to'pga tashlanishi ham Bunyodkorga yordam bermadi. Natijada mehmonlar uchrashuvning 8-daqiqasiga kelib hisobda oldinga chiqib olishdi. Jasur Hasanov to'pni jarima maydoniga yetkazib berdi. Jeparovning zarbasi ko'ngildagidek chiqmadi hozir. Aziz Haydarov ham hozir mo'ljalda biroz adashdi. Uchrashuvda mehmonlar Pohang Steelers komandasi a'zolari hisobda oldinga chiqib olishdi. E'tibor bering. 22-raqamda o'ynayotgan No Byung-jin kiritdi. Ha, uchrashuv biroz kutilmagan tarzda boshlandi. Albatta, ushbu tezkor kiritilgan gol koreyalik futbolchilar kayfiyatiga ta'sir o'tkazishi shubhasiz. Anvar Soliyev esa bu to'pga yeta olmadi. Muhimi endi o'sha yo'l qo'yilgan xatolardan to'g'ri xulosa chiqarib, uchrashuvning qolgan daqiqalarida o'yin tizginini o'z qo'lida ushlab turish. Maydon markazida Rivaldoga to'p egallab olishga raqiblar imkoniyat berishmadi. Bu esa Joao Victor to'pni chap qanotga Rivaldoga yetkazib beryapti. Rivaldo esa Jasur Hasanovni oldinga boshladi. Himoyachilar o'z o'rnida. Sahob Jo'rayev to'pni egallab oldi. To'p maydonni tark etgani yo'q. Joao Victor hozir raqibiga qarshilik ko'rsatgan edi. Demak, Bunyodkor futbolchilari 4-4-1-1 sxemasi ostida maydonga joylashgan bo'lsa, Sergio Farias o'z shogirdlarini klassik uslub, ya'ni 4-4-2 sxemasida yashil maydonga joylashtirgan. O'sha ikki hujumchining maydonda harakat qilishi natijasida mana uchrashuvning dastlabki daqiqalaridanoq koreyalik futbolchilar ustunlikka ega bo'lib turibdilar. Pohang Steelers klubi haqida nimalarni aytishimiz mumkin? Jamoa Chempionlar Ligasining o'z guruhida saralash bosqichida, o'sha guruh bosqichida hozir yana bir imkoniyat Denilsondan to'pni Bunyodkor himoyachilari olib qo'yishdi. Xayrullo Karimov edi bu. Qanot hakami hozir bayroqchasini ko'tardi va o'yindan tashqari holat qayd etilganligini ko'rsatmoqda. Ushbu klub futbolchilari o'z guruhlarida birinchi o'rinni qo'lga kiritib, nimchorak final bosqichini o'z maydonlarida o'tkazish huquqiga ega bo'lishdi va ushbu bosqichda Avstraliya chempioni Newcastle Jets klubini 6-0 hisobida tor-mor etishdi. Ushbu natijaning o'ziyoq Pohang Steelers qanday kuchga ega ekanligini ko'rsatib turibdi. Halil Al-Gamdi esa darvozamiz tomon, Bunyodkor darvozasi tomon jarima zarbasi belgilayapti. Albatta, juda noxush standart. Biz yuqorida aytib o'tdik, standart vaziyatlardan koreyalik futbolchilar nihoyatda xavfli ekanliklarini, shu bois o'sha jonli devorni ham, darvozabonni ham bunday vaziyatlarda to'g'ri joyga joylashtirgan ma'qul. Mehmonlar imkon topildi deguncha
Nesterov darvozasini nishonga olishyapti. To'p oldida esa aynan hozir uchrashuvda hisobni ochgan No Byung-jin hamda Kim Jae-sunglar. Demak, ushbu vaziyatni birgalikda kuzatamiz. Zarba berishga ruxsat etildi va darvoza tomon yo'llangan zarba jonli devorga tegib qaytdi. To'p hamon Pohang Steelers futbolchilarida va e'tibor bering, hozir koreyalik futbolchi 32-raqamdagi Kim Hyun-gil Nesterovga qarshi kurash olib borgan edi. Aynan shu futbolchi, mana e'tibor bering. Aslida Pohang Steelers klubi 1973-yilda tashkil topgan, shu paytga qadar 4 marotaba mamlakat chempionligini qo'lga kiritgan, shuningdek 2 martadan Milliy futbol assotsiatsiyasi kubogi hamda K-liga kuboklarini qo'lga kiritgan. 1997 va 98-yilgi mavsumlarda esa ketma-ket 2 marta Osiyo chempionlar kubogini qo'lga kiritgan jamoa hisoblanadi. Albatta, ko'rinib turibdi, raqib ancha jiddiy. Umuman chorak final bosqichida kuchsiz jamoalarning o'zi deyarli qolmadi. Bundan buyog'iga faqat Osiyoning eng sara 8 ta klubi musobaqani davom ettirmoqda. Server Jeparov hozir to'pni jarima maydoniga yetkazib bergan edi, ammo bu hujum samarasiz yakunlandi. Shin Hwa-yong to'pni erkin zarba bilan o'yinga kiritib beradi. Uchrashuvning esa 15-daqiqasi hozir boshlanadi. Aniqrog'i 14-daqiqa o'tib boryapti. Hisob esa 0-1. Sahob Jo'rayev yon chiziqdan to'pni o'yinga kiritib beradi. Server Jeparov to'p so'rayapti. Mana Jeparovga to'p tashlab berildi, ammo Server to'pni o'ziga bo'ysundira olmadi. Rivaldo to'p bilan. O'ng qanotda Viktor Karpenko to'pni egallab ola olmadi. Halil Algamdi Xayrullo Karimovni og'zaki ravishda ogohlantiryapti. Markaziy himoyachi o'zini bosib olishi lozim, ehtiroslarga erk berish fursati emas. To'p Dinilsongacha yetib kelmadi, u maydon chizig'ini kesib o'tdi. Viktor Karpenko uni o'yinga kiritib beradi. Hujum tashkil etilgan qanot, ya'ni o'sha Bunyodkor darvozasiga to'p kiritilgandagi hujum aynan chap qanotdan tashkil etildi. Ushbu qanotga Viktor Karpenko javob berishi kerak edi. Aynan to'p Karpenkoning qanotidan jarima maydoni markaziga yetkazib berildi. Chap qanot himoyachisi Sahob Jo'rayev esa o'sha 22-raqamdagi No Byung-jinga qarshilik ko'rsata olmadi. Dinilson sherigini oldinga boshlagan edi, ammo to'p maydon chizig'ini kesib o'tdi. Anvar G'ofurov to'p bilan. Hwan Jin-sung Karpenko to'pni maydon tashqarisiga chiqarib yubordi. Kim Jung-kyum to'pni maydonga tashlab berdi. Dinilsonga Xayrullo Karimov qarshilik ko'rsatyapti. Hwan Jin-sung ancha faol. Uchrashuvda Pohang klubi futbolchilari to'pni nazorat qilish borasida hozircha kichik bo'lsa-da tashabbusga egalar. Ular maydonni ham nazorat qilishmoqda. Bir so'z bilan aytganda ustunlik hozircha mehmonlar tomonida. Dinilson to'p bilan. Uning ayyorona paslariga e'tibor bering.
Sahob Jo'rayev. Xavfli o'yin ko'rsatilgandi. Hozir No Byung Shin tomonidan hakam vaziyatni o'z vaqtida payqadi. Xayrullo Karimov to'pni oldingi chiziqqa yetkazib berdi. Himoyachilar uni qaytarishdi. Joao Viktor maydon markazida. Jeparov. O'yin qoidasi buzilgani yo'q deb hisobladi hakam. Shin Hyung Min. Yana chap qanot faol. Denilson, uning qarshisida ikki futbolchi. Joao Viktor to'pni undan olib qo'ydi. Karpenko, Viktor to'pni Soliyev yo'nalishida yetkazib berdi, ammo bu vaziyatda himoyachi Anvarga nisbatan o'yin qoidasini buzgan edi. Hwang Jae-won aybdor edi bu vaziyatda. Rivaldo jarima zarbasini amalga oshiradi. Ko'ramiz, Bunyodkor futbolchilari ushbu standartdan qanchalik samarali foydalana olisharkan. Raqib jarima maydonida Bunyodkorning 5 nafar a'zosi. To'p jarima maydoniga yetkazib berildi va hozir juda qulay imkoniyat va Xayrullo Karimov deyarli bo'sh qolgan darvozaga to'p kiritish imkoniyatiga ega edi, ammo to'p to'sin ustidan o'tib maydonni tark etdi. E'tibor bering. Hakam esa to'pni boshqatdan o'yinga kiritilish lozimligini, ya'ni jarima zarbasi qaytadan amalga oshirish lozimligini ko'rsatyapti. Demak, vaziyatni birgalikda kuzatamiz. Rivaldo to'pni yana jarima maydoniga yetkazib berdi. Darvozabon qaytardi uni. Sahob Jo'rayev uzoq masofadan zarba berdi va darvozabon hozir to'pni olib chiqdi. Bu vaziyatda Shin Hwa-yong jamoadoshlari joniga oro kirdi. Demak, e'tibor bering mana ushbu vaziyatga. Bunyodkor futbolchilari burchak zarbasini amalga oshirishadi. Server Jeparov to'pni jarima maydoniga yetkazib berdi. Darvozabon to'pga chiqishda yeta olmagan edi, ammo Bunyodkor futbolchilari bundan unumli foydalana olishmadi. Biz yuqorida aytib o'tdik, chorak finalning dastlabki uchrashuvi tamom bo'ldi. Demak, Kawasaki Frontale va Nagoya Grampus jamoalari o'rtasidagi uchrashuvda Kawasaki futbolchilari 2-1 hisobda g'alaba qozonishdi. E'tiborli tomoni, mazkur uchrashuvda ham hisobni dastlab mehmonlar ochishgan edi. 28-daqiqada Kennedy Nagoyani hisobda oldinga olib chiqqan edi. Xayrullo Karimov yaxshi harakat qildi. Ammo 4 daqiqa ichida, ya'ni 60 hamda 64 daqiqalarda dastlab Kengo Nakamura, undan keyin esa Carlos Juninholar bittadan to'p kiritishib, Kawasakining g'alabasini ta'minlashdi va uchrashuv 2-1 hisobda maydon egalari foydasiga hal bo'ldi. Bunyodkor va Pohang Steelers jamoalari o'rtasidagi bellashuv chorak finalning 2-bahsi kechirasiz. Rivaldo to'p uchun kurashdi, uning qarshisida 3 himoyachi. Joao Viktorga zarba berish imkoniyati bor, ammo u to'pni qoldirdi Rivaldoga. Uchinchi uchrashuv Qatarning Umsalal va Koreyaning yana bir klubi FK Seul klublari o'rtasida bo'lib o'tadi. Mazkur uchrashuv Toshkent vaqti bilan soat 20:45 da boshlanadi va nihoyat ertaga chorak final bosqichining so'nggi uchrashuvi Paxtakor hamda Saudiya Arabistonining Al Ittihod klublari o'rtasida kechadi. Mazkur uchrashuv 18:30 ga belgilangan. Maydon markazida Server Jeparov chap qanotga to'pni Sahob Jo'rayevga yetkazib berdi. Sahob Serverga to'pni qaytardi va Jasur Hasanov tomon chiroyli tarzda to'p yetkazib berilgan edi, ammo himoyachi o'z vaqtida Hasanovga qarshilik ko'rsatishga erishdi. Natijada to'p maydonni tark etdi.
Demak, uchrashuvning dastlabki 20 daqiqasi ortda qoldi. Uchrashuv sur'atini, o'yin tempini u qadar yuqori deb ayta olmaymiz. Albatta, hisobdagi ustunlik hozircha mehmonlar Pohang Steelers klubi tomonida. Shu boisdan ular ancha xotirjam tarzda harakat qilishyapti, ammo shunga qaramasdan ular hamon hujumkorlikni susaytirishmayapti. Bunyodkor futbolchilari esa qanday bo'lmasin raqib darvozasini ishg'ol etishlari shart. Albatta bu o'ziga yarasha noqulayliklarni tug'dirib chiqarishi mumkin. Himoyada ham muammolarni keltirishi mumkin. Ammo umid qilamizki, hammasi qaldirg'ochlar uchun muvaffaqiyatli yakun topadi. Ignatiy Nesterov to'pni oldingi chiziqqa yetkazib berdi. Anvar Soliyevga himoyachilar imkoniyat berishmadi. Anvar Soliyev hozir yaxshi harakat qilib raqibini xato qilishga majbur qildi. To'p bilan Anvar G'ofurov. Xayrullo Karimov. Xayrullo to'pni Anvar Soliyev tomon yetkazib berdi. Himoyachilar bu safar ham Soliyevga imkon berishmayapti. Anvar G'ofurov to'pni o'ng qanotga yetkazib berdi. Aziz Haydarov, Joao Viktor. Mana endi Bunyodkor futbolchilari ko'pchilik bo'lib hujumga o'tishyapti. Viktor to'p bilan Karpenko va Anvar Soliyev nihoyat zarba berdi bosh bilan, ammo darvozabon bu safar ham to'pni olib chiqyapti. E'tibor bering. Hozir Bunyodkor futbolchilari hisobni tenglashtirish imkoniyatiga ega bo'lishgan edi, ammo darvozabonning ishonchli o'yini hisobning o'zgarishiga yo'l qo'ymadi. Jeparov. Bu vaziyatda Anvar Soliyevga to'pni yetkazib bergan futbolchi Server Jeparov ekan. Hammasi to'g'ri bajarilganda, ammo o'sha darvozabon Shin Hwa-Yong bexato o'ynab, xavfni bartaraf etishga muvaffaq bo'ldi. Aziz Haydarov to'pni orqaroqdagi sheriklariga yetkazib berdi. Anvar G'ofurov. Server Jeparovda to'p. Hujum davom etadi. Mana endi sekin-asta Bunyodkor futbolchilari tashabbusni o'z tomonlariga olishyapti. To'pni nazorat qilish borasida ham hozir Skolari shogirdlari biroz bo'lsa-da ustunlikka egalar. Yana bir burchak zarbasi, ketma-ket hujumlar. Endi esa Rivaldo ijrosidagi burchak zarbasini kuzatamiz. To'p jarima maydoniga yetkazib berildi. Himoyachilar uni qaytarishdi. Sahob Jo'rayev, Aziz Haydarov. To'p yana o'ng qanotga yetkazib berildi. Rivaldo esa uni maydonda saqlab qola olmadi. Kim Jung Kyung uni o'yinga kiritib berdi. Jasur Hasanov chap qanotdan oldinga intilyapti. Uning qarshisida Choi Hyujin. To'p aynan Jinga tekkan holda maydonni tark etgandi. Jeparov. Hozir bu vaziyatda Jasur Hasanov va Server Jeparovlar bir-birlarini tushunishmadi. Xayrullo Karimov to'pni oldingi chiziqqa yetkazib berdi. Himoyachi bu vaziyatda uni maydon tashqarisiga chiqarib yubordi. Kim Hyun Gil edi u. Jasur Hasanov to'pni jarima maydoniga tashlab berdi. Bu safar ham himoyachilar to'pni qaytarishyapti.
Haydarov. Viktor. Karpenko. Yana Viktor. Viktor hozir xatoga yo'l qo'ydi va koreyalik futbolchilar tezkor qarshi hujumni tashkil etishyapti. Denilson to'pga yetib kelgan bo'lsa-da, uni maydonda saqlab qola olmadi. Ha, maydon markazida bunday xatolarga yo'l qo'ymaslik lozim. Ko'rib turibmiz. Pohang Steelers klubi futbolchilari himoyadan hujumga nihoyatda tezkorlik bilan o'tishmoqda va qarshi hujumlarni ham ancha xavfli tarzda tashkil etishyapti. Sahob Jo'rayev esa chap qanotdan oldinga intilyapti. Undan oldinroqda Jasur Hasanov to'p so'rayapti. Jon Hyujin to'pni maydon tashqarisiga chiqarib yubordi. To'p Server Jeparovga tashlab berildi. Jarima maydoniga uzatib berilgan to'pni Kim Hyun Gil qaytardi. Mana qarshi hujum tashkil etish uchun Pohang Steelersda yana bir imkoniyat. Bu safar hujum o'ng qanotdan tashkil etilmoqda. Aziz Haydarov o'z vaqtida raqibiga qarshilik ko'rsatishga erishdi va to'p maydonni tark etdi. Jar stadioni muxlislar bilan to'lib bo'ldi. Albatta biz yuqorida aytib o'tdik, o'yinga bo'lgan qiziqish nihoyatda yuqori. Bizga esa Luis Felipe Scalarini namoyish etishyapti. Himoyachilar Rivaldodan to'pni olib qo'yishdi. Denilson. Anvar G'ofurov hozir pozitsion jihatdan yaxshi o'ynadi. Bu bizga Rivaldoga nisbatan o'yin qoidasi buzilgan vaziyatni namoyish etib berishdi. Sahob Jo'rayev chap qanotda. Haydarov. To'p qarama-qarshi qanotga Karpenkoga yetkazib berildi va Viktorning o'zi to'pni jarima maydoniga yetkazib bergan edi. Himoyachilar to'pni maydon tashqarisiga chiqarib yuborishdi. Navbatdagi burchak zarbasi. Stadionga yig'ilgan muxlislar esa Bunyodkordan gol talab qilishmoqda. Rivaldo to'pni jarima maydoniga yetkazib berdi. Darvozabon bu safar ham faol o'ynayapti va Karpenkoning zarbasi gol! Viktor Karpenko! Uchrashuvning 30-daqiqasida nihoyat Bunyodkor futbolchilari standart vaziyatdan unumli foydalanib o'yinda hisobni tenglashtirishga muvaffaq bo'lishdi. Viktor Karpenko darvoza tomon kuchli zarba yo'lladi. To'p yo'l-yo'lakay futbolchiga tegib yo'nalishini o'zgartirdi va raqib darvozasidan joy oldi. Mana e'tibor bering. Demak, darvozabon to'pni qaytardi. Karpenko to'pni to'xtatmasdan darvoza tomon yo'lladi va mana shu tariqa qaldirg'ochlar o'yinda hisobni tenglashtirishga muvaffaq bo'lishdi. Demak, 30-daqiqada Viktor Karpenko muvozanatni tikladi. Endi o'yin yanada jonlanadi. Bunga shubha qilmasa ham bo'ladi. Stadion ham jonlandi, e'tibor bering. Denilson to'p bilan va Janubiy koreyaliklar tashkil etayotgan hujumga e'tibor bering. Himoya markazidan shu qadar osonlik bilan o'tib ketishyaptiki, albatta markaziy himoyada to'p surayotgan futbolchilar nihoyatda ehtiyotkorlik bilan harakat qilishlari talab etiladi. Rivaldo to'p bilan 3 futbolchi qurshovida, uning texnikasiga e'tibor bering. Bu vaziyatda esa o'yin qoidasi buzilgani bois Halil Algamdi o'yinni to'xtatdi. Sahob Jo'rayev. Sahob to'pni raqibiga oldirib qo'ydi. Ignatiy Nesterov. Xayrullo Karimov to'pni oldingi chiziqqa yetkazib beryapti. Himoyachilar Soliyevga imkoniyat berishmayapti. Rivaldo to'p bilan
Aziz Haydarov, Server Jeparov. Server Jasur Hasanovga to'pni yetkazib berdi va Jasurda imkoniyat bor. Himoyachilar hozir Jasurdan to'pni olib qo'yishdi. Nihoyatda xavfli hujum. Jeparov hozir Hasanovni juda qulay vaziyatga olib chiqqan edi, ammo himoyachilar Jasurga imkoniyat berishmadi. Maydon markazida bo'shliq yuzaga keldi. Bunyodkor yarim himoyachilari qani? Ular hujum qilish bilan ovora edilar. Bu vaziyatga kelib koreyalik futbolchilar tezkor qarshi hujumni tashkil etishyapti. O'yin qoidasini buzish yaramaydi va Balli Viktor hozir Karpenko o'yin qoidasini buzmagan holda to'pni raqibidan olib qo'ydi. Tezroq harakat qilish kerak. Jasur chap qanotdan oldinga intilyapti. Jeparov, Haydarov va Jeparovga nisbatan o'yin qoidasi buzilyapti. Hozir to'psiz qolgan futbolchiga nisbatan orqasidan o'yin qoidasini buzgan edi futbolchi. Bu vaziyatda koreyalik futbolchiga sariq kartochka ko'rsatilishi ham mumkin edi, ammo hakam bu safar koreyalik futbolchini ayadi. E'tibor bering Jasurning xatti-harakatlariga. Himoyachilar naqadar jipslashib harakat qilishdi bu vaziyatda. Demak, yana bir standart. To'p oldida Anvar G'ofurov. Anvar o'zi darvoza tomon zarba berdi. Darvozabon o'z o'rnida Shin Hwa Yong. Demak, Pohang Steelers jamoasi hujum chizig'ida 2 futbolchi. 10-raqamdagi Dean Nilsson hamda 22-raqamdagi No Byung Jillar harakat qilishmoqda. Anvar G'ofurov yaxshi o'ynadi bu vaziyatda. Va to'p Chon Hyujinga tekkan holda maydonni tark etdi. Sahob Jo'rayev uni o'yinga kiritib berdi. Kim Hyun-gil hozircha Anvar Soliyevga hech qanday imkoniyat qoldirmayapti. Uning tomon yo'llangan to'plarning deyarli barchasini koreyalik himoyachi egallab olishga muvaffaq bo'lyapti. Rivaldo hozir Jasur Hasanov bilan kichik kombinatsiya uyushtirib oldi. O'yin qoidasi buzilmaganligini ko'rsatyapti hakam. Jasur Hasanov ham tezlik bilan o'rnidan turdi va raqibiga qarshilik ko'rsatishga muvaffaq bo'ldi. Endi Pohang futbolchilari to'pni yon chiziqdan o'yinga kiritib berishadi. Uchrashuvning esa 35-daqiqasi boshlandi. Eslatib o'tamiz, Bunyodkor O'zbekiston va Pohang Steelers Janubiy Koreya klublari o'rtasida kechayotgan Osiyo Chempionlar Ligasi dastlabki chorak final uchrashuvida hozircha 1-1 hisobi saqlanib turibdi. Xayrullo Karimov to'pni jarima maydonidan uzoqlashtirdi. Aziz Haydarov esa Dean Nilssonga qarshilik ko'rsatyapti. To'p maydon chizig'ini kesib o'tdi, ammo hakam uni mehmonlar o'yinga kiritib berishlari lozimligini ko'rsatyapti. To'p jarima maydoniga tashlab berildi. Va darvoza tomon yo'llangan zarba to'sin ustidan o'tib maydonni tark etdi. Kim Tae-su edi. Ignasiy Nesterov darvozasiga bosh bilan zarba bergan futbolchi. Yaxshiyamki uning zarbasi mo'ljalga aniq bormadi. Nesterov to'pni maydon markaziga yetkazib berdi. Denilson uni maydon tashqarisiga chiqarib yuboryapti. To'p endi Jasur Hasanovga tashlab berildi. Uning qarshisida 2 himoyachi. Va burchak zarbasi. Rivaldoning o'zi amalga oshiradi ushbu standartni. To'p jarima maydoniga yetkazib berildi. Himoyachilar uni qaytarishdi. To'p bilan yana Rivaldo. Hozir Rivaldo
sheriklari Jasur Hasanov bilan bir-birlarini tushunishmadi. Koreyaliklar esa yana tezkor qarshi hujumga o'tishdi va mana bu vaziyatda hozir hisob 2-1 ga, 1-2 ga ham yetishi mumkin edi. Yaxshiyamki Ignatiy Nesterov to'pni egallab olishni uddaladi. Jeparov oldinga boryapti. Bunyodkor futbolchilari bir-birlarini ochiqchasiga tushunishmayapti. Jasur Hasanov dastlab Rivaldo bilan, endi esa Server Jeparov bilan hozir bir-birlarini yaxshi tushunishmadi. Natijada to'p yo'qotilyapti. Ana shunisi xavotirga solmoqda. O'yin qoidasi buzilgani yo'q. To'p maydon chizig'ini kesib o'tdi. Uni koreyalik futbolchilar o'yinga kiritib berishadi. E'tibor bering, nihoyatda xavfli hujum edi va Nesterov bu vaziyatda ishonchli o'ynadi. Denilson, Xayrullo Karimov to'pni jarima maydonidan uzoqlashtirdi. Denilsongacha to'p yetib kelmadi. Soqop Jo'rayev uni egallab oldi. Jasur Hasanov. Qanot hakami bu vaziyatda bayroqchasini ko'taryapti va to'p maydon chizig'ini kesib o'tganligini ko'rsatyapti. Maydon markazida Pahang Steelers futbolchilari to'pni egallab turishibdi. Hujum endi chap qanotdan davom etadi. Kim Jun Kyum hujum endi markazga ko'chdi. Markaz orqali to'p o'ng qanotga yetkazib berildi. Pahang futbolchilari ancha keng front bo'ylab harakat qilishyapti. Viktor Karpenko esa to'pni maydon tashqarisiga chiqarib yubordi. Endi esa Pahang Steelers ijrosida burchak zarbasini birgalikda kuzatamiz. Mehmonlar ushbu standartga katta kuch bilan yondoshishmoqda. Zero mana ko'rib turibmiz, jamoaning 6 nafar a'zosi Bunyodkor jarima maydoniga yetib keldi. Yana bir burchak zarbasi. Ignatiy Nesterov. Demak, to'p jarima maydoniga yetkazib berildi. Hamon Pahang futbolchilari to'p bilan. Tanapsga esa 5 daqiqa vaqt qoldi. Skalari o'z shogirdlariga kerakli ko'rsatmalarni beryapti. Ammo hozircha hujum qilish navbati Pahang Steelers vakillarida. Ana ular yon chiziqdan to'pni o'yinga kiritib berishdi. Xayrullo Karimov hozir to'pni jarima maydonidan uzoqlashtirishga harakat qilgan edi, ammo u biroz oyog'ini qayirib oldi shekilli bu vaziyatda. Ha, mana bu vaziyatda hozir biroz qaltis tarzda harakat qilgan ekan. Ignatiy Nesterov jamoadoshlarini oldinga chorlayapti. To'p demak hozir oldingi chiziqqa yetkazib beriladi. Yana himoyachi Soliyevga imkoniyat bermayapti. To'p bilan esa Aziz Haydarov u to'pni orqaroqqa Anvar G'ofurovga yetkazib berdi. To'p maydonni tark etdi va uni mehmonlar o'yinga kiritib berishadi. Kim Jae-sung u to'pni sheriklariga qoldirdi. Denilson unga Soqop Jo'rayev imkoniyat bermadi. Jeparovga nisbatan o'yin qoidasi buzilgan edi, ammo hakam to'p o'zbekistonlik futbolchilarda qolgani uchun o'yinni to'xtatib o'tirmadi.
Bu safar endi Anvar Soliyev o'yin qoidasini buzyapti. Kim Hyun Gilga nisbatan. Bu vaziyatda Anvar darhaqiqat o'yin qoidasini buzgan edi. Mana endi fair play qoidasiga asosan Soliyev hozir raqibidan kechirim so'rayapti. Albatta futbolchilar maydonda bir-birlariga hurmat bilan yondoshsalar maqsadga muvofiq bo'lar edi. Har holda ular ijrosidagi uchrashuvni hozirda butun Osiyo qit'asi kuzatib boryapti desak xato bo'lmaydi. Ushbu uchrashuv shuningdek xalqaro telekanallarga ham translyatsiya qilinmoqda, to'g'ridan-to'g'ri efirda. Tabiiyki, uchrashuvga Koreyada ham, nafaqat Koreyada, balki butun qit'amiz bo'ylab ham qiziqish nihoyatda yuqori. Shu boisdan maydonda to'p surayotgan futbolchilar har jihatdan o'z nomlariga, o'z jamoalariga sodiq tarzda to'p surishlari, harakat qilishlari albatta maqsadga muvofiq bo'lar edi. Koreyalik futbolchilar hujumga o'tishyapti. Anvar G'ofurov raqibiga qarshi kurash olib boryapti. Xayrullo Karimov to'pni egallab oldi. To'p hamon koreyalik futbolchilarda. Endi esa Ignatiy Nesterov uni egallab oldi va tezlik bilan to'pni chap qanotga Jasur Hasanov tomon yetkazib berdi. Uning qarshisida ikki himoyachi. Ikkinchi qavatdagi to'plarni Kim Hyun Gil hozircha faqat o'ziniki qilib olayapti desak xato bo'lmaydi. Hech kimga bermayapti, na Soliyevga, na Hasanovga, na Rivaldoga. Yana bir tezkor hujum tashkil etish imkoniyati bor va bu vaziyatda hozir yana o'sha futbolchi. Yaxshiyamki bu vaziyatda Denilson to'pga yeta olmadi. Boz ustiga qanot hakami bayroqchasini ko'tarishga ulgurgan ekan. Mana e'tibor bering, Viktor Karpenko yiqilib tushdi. Demak, o'yindan tashqari holat. Chindan ham bu vaziyatda o'yindan tashqari holat qayd etilgan ekan. Anvar Soliyev hozir to'pga qo'li bilan o'ynadi shekilli. Ikkinchi qavatda ko'rinib turibdi, koreyalik futbolchilar ustunlikka ega bo'lishmoqda. Sahob Jo'rayev to'pni oldingi chiziqqa yetkazib berdi. Bu safar ham aynan o'sha himoyachi Soliyevga imkoniyat bermayapti. Agar himoyachi ikkinchi qavatda raqibiga imkoniyat bermayaptimi, demak unga qarshi boshqa choralarni ko'rish, boshqa choralarni qo'llash talab etiladi. Hozircha o'sha Kim Hyun Gil hech bir raqibiga imkoniyat bermayapti. Demak, birinchi bo'limga uchrashuv hakami 1 daqiqa vaqt qo'shib berdi. O'sha qo'shimcha daqiqalar hozir boshlandi. Halil Al-Gamdi bunyodkor himoyachilardan biriga hozir sariq kartochka ko'rsatdi. Hozir biz bu vaziyatga oydinlik kiritib olamiz. Pohang futbolchilari esa standart vaziyatni amalga oshirishga tayyorgarlik ko'rishyapti. Soliyev hozir to'pni qaytardi. Pohang futbolchilari to'pni o'yinga kiritib berishdi. Va Halil Al-Gamdining xushtagi yangradi va birinchi bo'lim o'z nihoyasiga yetdi. Biroz tanaffusdan so'ng biz yana uchrashamiz va ikkinchi bo'limda siz bilan ko'rishamiz. Aziz do'stlar, qadrli futbol muxlislari, demak, Toshkentdagi Jar stadionida davom etayotgan
O'zbekistonning Bunyodkor va Koreyaning Pohang Steelers klublari o'rtasidagi Osiyo Chempionlar Ligasi chorak finalining dastlabki uchrashuvi ikkinchi bo'limi hozir mana bir necha soniyalardan so'ng boshlanadi. Mana jamoa a'zolari yashil maydonga chiqib kelishyapti. Birinchi bo'limdan so'ng hisob 1-1. Eslatib o'tamiz, uchrashuvning 8-daqiqasida Janubiy koreyalik futbolchilar o'yinda hisobni ochishga muvaffaq bo'lishdi va No Byung-jin jamoadoshlarini hisobda oldinga olib chiqdi. 30-daqiqada esa mana bizga o'sha dastlabki kiritilgan golni namoyish etishyapti. Ana shu tariqa 22-raqamda to'p surayotgan hujumchi No Byung-jin o'yinda hisobni ochishga muvaffaq bo'ldi. Oradan biroz fursat o'tgach, aniqrog'i uchrashuvning 30-daqiqasida maydon egalari javob to'pini kiritishga muvaffaq bo'lishdi. Rivaldo burchakdan to'pni o'yinga kiritib berdi, darvozabon to'pni qaytardi va Viktor Karpenko ana shu tariqa kuchli zarbasi bilan muvozanatni tiklashga muvaffaq bo'ldi. Demak, hozir ikkinchi bo'lim boshlanadi va yaqin 45 daqiqa davomida biz ana shu qiziqarli bellashuvni siz bilan birgalikda kuzatib boramiz. Birinchi bo'lim haqida qanday fikrlarni bildirish mumkin? Sergio Farias hujumkorlikni oshirish maqsadida uchrashuvni ikkita hujumchi bilan boshladi va ushbu taktika qaysidir ma'noda dastlabki daqiqalarda o'z samarasini berdi va koreyaliklar tezkor gol kiritishga muvaffaq bo'lishdi. Uchrashuvning boshida biroz ustunlik koreyalik futbolchilar tomonida bo'lgan bo'lsa, birinchi bo'lim o'rtalariga kelib tashabbusni Bunyodkor futbolchilari sekin-asta o'z taraflariga olishdi va natijada 30-daqiqada qaldirg'ochlar Sergio Farias shogirdlari darvozasiga javob to'pini kiritishga muvaffaq bo'lishdi. Umuman ikkala jamoaning imkoniyatlari teng deb hisoblasa ham to'g'ri bo'ladi. Ikkala jamoa bir-biriga har jihatdan munosib, texnik jihatdan ham, jismoniy jihatdan ham. Endi jismoniy tayyorgarlikni albatta ikkinchi bo'lim bizga yanada yaqinroq ko'rsatib beradi. Hozircha esa jamoalarning imkoniyatlarini teng deb baholasa bo'ladi. Demak, mana ikkinchi bo'lim boshlandi. Biz albatta Bunyodkor futbolchilariga omad tilab qolamiz va uchrashuvni siz bilan birgalikda kuzatib boramiz. Joao Viktor tezlik bilan Jasur Hasanovni chap qanotdan oldinga boshlagan edi, ammo himoyachi to'pni maydon tashqarisiga chiqarib yuborishni uddaladi. Jasur to'pni o'yinga kiritib beradi. Koreyalik futbolchilar himoyada ancha mustahkam o'yin namoyish etishyapti. Ayniqsa o'sha ikki markaziy himoyachilar 32-raqamdagi Kim Hyun-gil hamda 24-raqamdagi Hwang Jae-wollar ikkinchi qavatda Bunyodkor futbolchilariga hech imkoniyat berishmayapti. Yuqoridan yo'llatilayotgan to'plar asosan koreyalik futbolchilar, koreyalik himoyachilar tomonidan qaytarilyapti. Shuningdek, Rivaldoni ular yaxshigina qo'riqlashyapti. Unga deyarli bo'sh zonalar berishga shoshilishmayapti. Jasur Hasanovning ham qanotdagi o'yinini yaxshilab o'rgangan ko'rinadi. Pohang murabbiylari shu boisdan ham birinchi bo'limda Bunyodkor a'zolariga Pohang futbolchilari yaxshigina tashvish tug'dirishdi. To'p Bunyodkor jarima maydoniga yo'llangan edi, ammo himoyachilar uni qaytarishdi. Anvar Soliyev to'pni egallab oldi. Uning qarshisida Hwang Jae-won paydo bo'ldi va to'pni undan olib qo'ydi. To'p oldingi chiziqqa yetkazib berildi. Xayrullo Karimov uni qaytargan edi. Aziz Haydarov to'p uchun kurashdi. U Server Jeparovga to'pni yetkazib berdi. Biroz tezkorroq harakat qilish talab etiladi Serverdan. Ammo hozir Jeparov xatoga yo'l qo'ydi va to'p o'yinchiga Pohang Steelers jamoasi o'yinchisiga tekkan holda maydonni tark etdi. Endi Bunyodkor futbolchilari yon chiziqdan to'pni o'yinga kiritib berishadi. O'ng qanot himoyachisi ampluasida harakat qilayotgan Viktor Karpenko to'pni o'yinga kiritib berdi. Jeparov to'p bilan, uning qarshisida ikki himoyachi. Yana to'p maydonni tark etdi. Bu safar endi Jeparovning o'zi uni o'yinga kiritib beradi. Anvar Soliyevga to'p tashlab berildi. Aziz Haydarov, Viktor Karpenko, Jeparov. To'p jarima maydoniga yetkazib berildi. Darvozabon o'z vaqtida to'p yo'liga chiqib xavfni bartaraf etdi.
Biz esa fursatdan foydalanib jamoalar tarkibini yodingizga solib o'tsak, demak Pohang Steelers klubi futbolchilari e'tibor bergan bo'lsangiz, ikkinchi bo'limda o'sha ekranlaringizning chap tomonida harakat qilishyapti. Ushbu klub darvozasini Shin Hwa-Yong qo'riqlamoqda. Ikkinchi raqamda Cho Hyujin, 5-chi Kim Tae-su, 7-chi Kim Jae-sung, 8-chi Hwan Jin-sung. Aziz Haydarov hozir Rivaldo tomon to'pni yetkazib berganda himoyachilar qaytarishda. 10-chi raqamda Din Yilson, 16-chi Kim Jung Kyum, 20-chi Shin Hyun Min, 22-chi No Byung Jin, 24-chi raqamda jamoa sardori Hwang Jae-won, 32-chi Kim Hyun Gil. Bosh murabbiy Sergio Farias. Bunyodkor darvozasini 44-chi raqamda Ignatiy Nesterov qo'riqlamoqda. 4-chi Xayrullo Karimov, 6-chi Anvar G'ofurov, 7-chi Aziz Haydarov, 10-chi raqamda jamoa sardori Rivaldo, 19-chi Jasur Hasanov, 20-chi raqamda Anvar Soliyev, 22-chi Viktor Karpenko, 23-chi Sahob Jo'rayev, 29-chi Joao Viktor, 30-chi Server Jeparov hamda 6-chi raqamda Anvar G'ofurov. Bosh murabbiy Luis Filipe Scolari. Uchrashuvni Saudiya Arabistonlik hakamlar guruhi boshqarib boryapti. Bosh hakam Ibrohim Halil Al-Gandi, FIFA referisi. Unga qanotlarda Yusuf Mirza Rustom va Ibrohim Ali Al-Debasilar yordam berishyapti. Zaxiradagi hakam Vietnamdan Vo Lin Tri, hakamlar eksperti Kani Tolib Safar Qatardan hamda komissar Dong Zen Xitoy. Sahob Jo'rayev to'pni sheriklariga qoldirdi. Anvar G'ofurov yon chiziqdan to'pni o'yinga kiritib beradi. Jar stadioni muxlislar bilan to'lib toshgan. Albatta muxlislar orasida o'yinga bo'lgan qiziqish nihoyatda yuqori edi. Aziz Haydarov tayanch yarim himoyachisi o'rinda. Hozir kichik foul evaziga raqib hujumini to'xtatib qolishga muvaffaq bo'ldi. E'tibor bering, mana ushbu vaziyatga 22-raqamda harakat qilayotgan va Bunyodkor darvozasiga to'p kiritgan No Byung Jin nihoyatda xavfli futbolchi ekanligi ko'rinib turibdi. Din Yilson va ushbu futbolchi ikkalasi hujum chizig'ida harakat qilishyapti va birinchi bo'limning o'zida bir necha vaziyatlarda Ignatiy Nesterov darvozasi tomon jiddiy tarzda xavf solishga muvaffaq bo'lishdi. Hozir esa standart vaziyatni birgalikda kuzatamiz. To'p oldida Shin Hyun Min va No Byung Jin. Demak, darvoza tomon yo'llangan zarba hozir Pohang Steelers klubi a'zosiga tekkan holda maydonni tark etdi. Kim Hyun Gilga tegib maydonni tark etganda Ignatiy Nesterov endi uni o'yinga kiritib beradi. Serverovga himoyachilar imkoniyat berishmadi. Mana e'tibor bering, ikkinchi qavatdan yo'llanayotgan to'plarning barchasini koreyalik futbolchilar egallab olishyapti yoki o'sha maydon tashqarisiga chiqarib yuborib, raqib hujumchilariga imkoniyat berishmayapti. Hozircha Bunyodkor futbolchilari aynan shu jihatdan Pohang Steelers klubiga yutkazishmoqda desak to'g'ri bo'ladi. Joao Viktor maydon markazida to'pni yo'qotdi. Anvar G'ofurovni hozir koreyalik futbolchi biroz ushlab qolgan edi. Hakam bunga e'tibor bermadi va qo'pol xatolik. Din Yilson to'pni egallab oldi. Tezkor qarshi hujum tashkil etish imkoniyati bor. Yaxshiyamki hozir ikki hujumchi bir-birlarini tushunishmadi. Rivaldo to'p bilan va birgina aniq harakati bilan to'pni egallab olib, tezlik bilan Jeparovni oldinga boshladi. Server esa Jasur Hasanovga to'pni yetkazib berdi. Anvar Soliyev hozirgi vaziyatda to'pga biroz yeta olmadi. Nihoyatda tezkor va chiroyli hujum edi bu. Afsuski Bunyodkor futbolchilari uni samarali yakunlay olishmadi. Ammo to'p bilan hamon Bunyodkor a'zolari Sahob Jo'rayev to'pni egallab oldi va oldinga intilyapti. Chap qanotdan Jasur Hasanov to'p so'rayapti. Sahobning o'z darvozaga zarba yo'lladi va darvozabon so'nggi pallada uni maydon tashqarisiga chiqarib yubordi. Ha, o'yin jonlandi. O'yin sur'ati oshdi, tezlashdi. Bundan buyog'iga jamoalar hujumkor o'yin ko'rsatishadi. Sababi bir hisobi Bunyodkorni qoniqtirmasligi aniq. Xohlaymizmi yo'qmi, Scolari shogirdlari hujumga o'tishlari kerak bo'ladi. Mana bu vaziyatni bizga takroran namoyish etib berishdi va imkon qadar standart vaziyatlardan unumli foydalanish lozim. Jeparovga to'p yetkazib berildi. Server yaxshi harakat qildi va hozir Anvar G'ofurovga to'pni aniq tarzda yetkazib bera olmadi. Koreyalik futbolchilar esa tezlik bilan o'z an'analariga sodiq qolgan holda himoyadan hujumga o'tib, qarshi hujumni tashkil etish
imkoniyatiga ega edilar, ammo yaxshiyamki hujum Bunyodkor futbolchilari baxtiga samarasiz yakunlandi. Viktor Karpenko o'ng qanotda, bu esa Aziz Haydarov, Jeparov to'pni Karpenkoga yetkazib berdi, ammo himoyachi uni egallab oldi. Bunyodkor futbolchilari to'pni yon chiziqdan o'yinga kiritib berishadi. Jeparov u to'pni Karpenkoga qoldirdi. Jarima maydonida Anvar Soliyev to'p so'rayapti. Jasur Hasanov to'pni egallab oldi. Uning qarshisida bir himoyachi. Yana himoyachilar to'pni qaytarishyapti. Aziz Haydarov. To'p yo'qotildi. Kollektiv to'p uchun kurashda hozir Pohang futbolchilari ustunlikka erishmoqda. Joao Viktor hozir yaxshi harakat qilgan edi, ammo to'pga yeta olmadi. To'p maydon chizig'ini kesib o'tdi. Ikkinchi bo'limda o'yin sur'ati anchagina oshdi. Hozircha ikkala jamoa murabbiylari ham tarkibda o'zgarishlarni amalga oshirishgani yo'q. Va bu vaziyatda Jeparovga nisbatan o'yin qoidasi buzilyapti. Xavfli standart bo'lishi mumkin. Mana e'tibor bering ushbu holatga. Kim Hyun Gil serverga nisbatan kurash olib borganda va o'yin qoidasini buzish evaziga hujumni to'xtatib qoldi. Darvozagacha chamasi 25 metrlar masofa bor. Hozir Janubiy Koreyalik futbolchi o'ziga o'zi sariq kartochka orttirib oldi. Kerak bo'lmagan joyda to'pni egallab olishi albatta Bunyodkor futbolchilarini junbishga keltirdi. O'yin qoidasini buzish bo'yicha ko'rsatkichga e'tibor bering. 9-9. Bu borada ham jamoalar teng ko'rsatkichga egalar. Hozircha hisob borasida ham tenglik hukmronlik qilmoqda. Skalari esa Aziz Haydarovni yoniga chorlab, unga kerakli tavsiyalarni beryapti. Albatta ikkinchi bo'limda Aziz Haydarov va Joao Viktorlar zimmasiga juda katta mas'uliyat yuklatiladi. Ular bajaradigan ish ko'lami yanada oshishi turgan gap. Zero ular himoya va yarim himoya o'rtasida ko'prik vazifasini bog'lab berishlari lozim. Birinchi bo'limda biz kuzatdikki, aynan o'sha himoyadan hujumga o'tish borasida biroz tezroq harakat qilish maqsadga muvofiq bo'lardi Bunyodkor uchun. Koreyalik futbolchilar har holda o'sha qarshi hujumlarda ancha faol hamda o'sha himoyadan hujumga juda tezkorlik bilan o'tishmoqda. Hozir esa hakamlar o'sha Osiyo futbol konfederatsiyasi mutaxassislari bilan o'zaro kelishib olishdi. Albatta biz uchun qorong'u ular nima haqida suhbatlashganligi. Rivaldo va Jeparovlar esa jarima zarbasini amalga oshirishga tayyorgarlik ko'rishyapti. Demak, 24-raqamdagi Hwang Jae-wonga sariq kartochka ko'rsatilganligini namoyish etishdi. Rivaldoning zarbasi va nihoyatda xavfli zarba. Darvozabon bu to'pni egallab olib jamoadoshlari joniga oro kirdi. E'tibor bering, zarba nihoyatda aniq tarzda yo'llangan edi, ammo darvozabon o'sha pozitsiya tanlashda adashmaganligini ko'rsatyapti. Ignatiy Nesterov tezlik bilan Viktor Karpenkani to'p bilan ta'minladi. Karpenko o'ng qanotdan oldinga intilib, to'pni Anvar Soliyev tomon yetkazib berdi. Anvar bu to'pga yeta olmadi. Darvozabon uni egallab oldi. Shin Hwa-yong shoshilmayapti. Jeparov to'p bilan Karpenko. Bu safar ham himoyachilar Anvardan ustunlikka erishdi. Jeparov to'pga yetib oldi. Ammo himoyachi undan to'pni olib qo'yishga muvaffaq bo'ldi. Pohang futbolchilari chap qanotdan hujumga o'tishyapti.
Ammo to'p maydon chizig'ini kesib o'tdi va Sergio Farias tarkibda dastlabki o'zgarishni amalga oshiryapti. 8-raqamda o'ynagan Hwan Jin Sung o'rniga maydonga 6-raqamda Kim Ju Dong maydonga tushyapti. Hwan Jin Sung hujumchi ortida harakat qilgan edi. O'sha hujumchilarni to'p bilan ta'minlash borasida ko'pgina vaziyatlarda jonbozlik ko'rsatdi ushbu futbolchi. Mana endi Sergio Farias maydonga yangi kuchni kirityapti. jamoasida futbolchi almashtirildi. Maydonda 8-raqamda harakat qilgan Hwan Ji-sun o'rniga 6-raqamda Kim Gi-dong Xayrullo Karimovga yetib keldi. Xayrullo esa to'pni tezlik bilan oldingi chiziqqa yetkazib beryapti. Himoyachi hozir Rivaldoga nisbatan endi qo'pol tarzda harakat qilyapti. Kim Hyun-gil, e'tibor bering mana. Qo'llari yordamida hozir harakat qilgan edi. Shu bois Al-Gamdi o'yinni to'xtatdi va Pohang Steelers darvozasi tomon yana bir jarima zarbasini belgilayapti. Anvar G'ofurov, Rivaldo va Server Jeparovlar to'p oldida. Juda ko'plab standart vaziyatlar yuzaga kelyapti. Albatta ulardan imkon qadar unumli va samaraliroq foydalanish maqsadga muvofiq bo'lardi. Va Anvar G'ofurov hozir darvoza tomon zarba yo'lladi. E'tibor bering, to'p o'sha zarba yo'llangunga qadar jonli devor o'z o'rnini tashlab chiqib bo'lganda, albatta bu ham o'z navbatida Anvar G'ofurovga zarba berishga to'sqinlik qildi. Luis Felipe Scolari esa tarkibda hozir yangi kuch, maydonga yangi kuchlarni kiritishi talab etiladi. Ko'ramiz hozir u qaysi futbolchilarni maydonga tushirar ekan. Shu o'rinda eslatib o'tamiz, Bunyodkor zaxira o'rindig'ida Qochquliyev, Salomov, Murzoyev, Kapadze, Bugala, Milziddinov hamda Raimqulovlar bor. Uchrashuvning esa 61-daqiqasi boshlandi. Eslatib o'tamiz, Bunyodkor va Pohang Steelers jamoalari o'rtasidagi uchrashuvda 1-1 hisobi qayd etilyapti. Ignatiy Nesterov hozir to'pni qiyinchilik bilan qaytardi. Koreyalik futbolchilar hisobni o'zlari uchun ijobiy tomonga hal qilish imkoniyatiga ega bo'lishgan edi. Mana e'tibor bering. Yaxshiyamki Sahob Jo'rayev bu vaziyatda to'pni jarima maydonidan uzoqlashtirishga muvaffaq bo'ldi. Aks holda koreyalik hujumchi darvozaga zarba berishga shay holatda turgan edi. Hujum endi o'ng qanotdan davom etadi. Darvoza tomon yo'llangan zarba ancha noaniq, to'p to'sin ustidan o'tib maydonni tark etdi. Nesterov to'pni maydon markaziga yetkazib berdi. Rivaldo to'p bilan Jasur Hasanov chap qanotdan oldinga intilyapti. To'p jarima maydoniga yetkazib berildi va Jeparovgacha to'p yetib kelmadi. So'nggi pallada Kim Taesu to'pni maydon tashqarisiga chiqarib yuborishni uddaladi. Demak, yana bir burchak zarbasi. Server Jeparov hozir ushbu standartni amalga oshiradi. To'p o'yinga kiritib berildi. Himoyachilar uni qaytarishdi. Karpenko, yana Jeparov. Karpenko jarima maydonida Bunyodkorning bir yo'la 5 futbolchisi kutib turgan edi, ammo Karpenko hozir biroz tushunarsiz harakat qildi. Albatta Viktorning hozir to'pni jarima maydoniga yetkazib berishi Pohang Steelers darvozasi oldida keskinlikni yuzaga keltirishi mumkin edi, ammo negadir Karpenko to'pni o'ng qanotga Jeparov tomon yetkazishni ma'qul ko'rdi. Bunyodkor futbolchilari raqiblariga qarshi kichik pressing qo'llashyapti. Va mana yana bir xato. Hozir Kim Hyun-gil to'pni maydon tashqarisiga chiqarib yubordi. Halil Al-Gamdi esa to'pni kerakli joydan o'yinga kiritilishi lozimligini talab qilyapti Bunyodkor futbolchilaridan. Anvar G'ofurov to'pni o'yinga kiritib berdi. Rivaldogacha to'p
yetib kelishiga hozir himoyachi qarshilik ko'rsatishga uringan edi, ammo baribir Bunyodkor futbolchilari to'pni egallab olishdi va Anvar G'ofurov to'ppa-to'g'ri qaror qabul qilib, o'ng qanotda bo'sh turgan Karpenkoga to'pni yetkazdi. Jeparov esa Karpenkoga to'pni qaytarishni maqsad qilgan edi, ammo himoyachilar unga qarshilik ko'rsatishdi. Viktor Karpenko to'p bilan to'p yo'qotildi. Endi tezkor qarshi hujum tashkil etishiga yo'l qo'ymaslik kerak. Denilson to'p uchun kurashdi. Xayrullo Karimov to'pni unga bermadi. Koreyaliklar endi markazdan hujum tashkil etishadi. Hozir Bunyodkor futbolchilari to'pni egallab olishlari mumkin edi, ammo bu vaziyatda Halil Algamdi o'yin qoidasi aynan maydon egalari tomonidan buzilganligini ko'rsatib turibdi. Mana bu vaziyatda. Demak, endi standart vaziyatni ijro etish navbati Pohang Steelers futbolchilarida. Denilson to'p bilan to'p bu vaziyatda noaniq tarzda harakat qildi hujumchi va to'pni maydon tashqarisiga chiqarib yubordi. Ignatiy Nesterov to'p maydon markaziga yetkazib berildi. Denilson Anvar G'ofurov to'pni undan olib qo'ydi va Jasur Hasanov tezlik bilan oldinga boshlayapti. Rivaldo ungacha to'p yetib kelmadi. Bu safar ham Kim Hyun Gil Rivaldoga qarshilik ko'rsatdi. Endi esa Bunyodkor futbolchilari chap qanotdan oldinga intilishyapti. Sahob Jo'rayev Anvar Soliyevga to'pni yetkazib bergan edi. Anvar to'p uchun kurashda o'yin qoidasini buzdi deb baholadi Algamdi. Karpenko to'pni oldinga chiziqqa yetkazib berdi. Anvar Soliyev mana nihoyat himoyachidan o'tib ketishga muvaffaq bo'lgan edi, ammo Kim Hyun Gil o'yin qoidasini buzish evaziga hozir hujumchini to'xtatib qoldi. Koreyalik futbolchilar hozir Anvar tirsagi bilan harakat qilganligini ko'rsatishyapti hakamga. Albatta Anvar bu vaziyatda raqibini tirsagi bilan mushuk tushirdi deb ayta olmaymiz. O'yindagi holat edi. Zero himoyachining o'zi Anvarga juda yaqin masofada turgan edi. Shu boisdan bunday harakatlanayotgan paytda uning qo'li bilan tegib ketishi bu tabiiy hol. Shu boisdan ham hozir Halil Algamdi bu vaziyatga ortiqcha e'tibor qaratmadi. Bizga esa kiritilgan gollarni takror va takror namoyish etishyapti. E'tibor bering, xulosa chiqaring, ko'ring, zavqlaning. Albatta bu golga hozir himoyachilar biroz xatoga yo'l qo'yishgan vaziyat edi va hozir Pohang Steelersning markaziy himoyachisini hakam maydondan chetlashtiryapti. 32-raqamdagi Kim Hyun Gil ikkinchi sariq kartochkani olib hozir hakam tomonidan maydondan chetlatildi. Albatta u ko'pgina vaziyatlarda hakamning qaroridan norozi bo'layotgan edi. Shu bilan birgalikda o'sha o'yin qoidasini buzish borasida ham jamoada yetakchilardan sanalayotganda mana endi uchrashuvning 66-daqiqasida Algamdi uni maydondan chetlatishga qaror qildi. Bundan buyog'iga Pohang futbolchilari 10 kishi bo'lib harakat qilishadi. Albatta hozir jamoa murabbiysi uning o'rniga himoyachini tushirish ham turgan gap. Bunyodkor futbolchilari esa standart vaziyatni amalga oshirishga tayyorgarlik ko'rishyapti. Har holda 10 kishi bo'lib harakat qilayotgan Pohang futbolchilari endi hujumga u qadar ham katta e'tibor qaratishmasa kerak. Yana kim biladi deysiz.
Ha, mana o'sha aytib o'tganimizdek, markaziy himoyachi o'rniga hozir yangi futbolchi maydonga tushirilyapti. Jasur Hasanov to'pni jarima maydoniga yetkazib berdi. Va bu vaziyatda qanot hakami bayroqchasini ko'tardi va to'p endi Janubiy Koreyalik futbolchilar tomonidan o'yinga kiritib beriladi. Demak, 10-raqamda o'ynayotgan Denilson o'rniga maydonga 3-raqamda Kim Kwan Suk maydonga tushadi. Albatta bu majburiy o'zgarish desak to'g'ri bo'lardi. Endi Pohang futbolchilari hujum chizig'ida bitta futbolchi nominal hujumchi sifatida harakat qiladi. Denilson esa o'z o'rnini markaziy himoyachiga bo'shatib beryapti. Pohang Steelers jamoasida futbolchi almashtirildi. Maydonda 10-raqamda to'p surgan Denilson o'rniga maydonga 3-raqamda Kwon Suk tushirildi. Joao Victor. Hozir hakamning xatti-harakatlarini tushunish qiyin. To'p bunyodkor futbolchilar edi va yaxshi hujum tashkil etish imkoniyati bor edi, ammo hakam o'yinni to'xtatishga qaror qildi. Karpenko to'p bilan. Joao Victor to'pni orqaroqqa Xayrullo Karimovga qoldirdi. Sahob Jo'rayevga to'p yetib keldi. Chap qanotdan Sahob oldinga intilyapti. To'pni Jasur Hasanovga tashlayapti, ammo bu safar ham Jasur va Sahob bir-birlarini tushunishmayapti. Endi tabiiy ravishda biz xohlaymizmi yo'qmi? Pohang futbolchilari o'yini biroz o'yin vaqtini cho'zishlari turgan gap. Zero 1-1 hisobi javob uchrashuvi oldidan koreyaliklarni mutlaqo qoniqtirsa ham kerak. Har holda safarda Bunyodkordek kuchli klubga qarshi 1-1 hisobdagi natijani qayd etish albatta koreyalik futbolchilar uchun ma'qul variantlardan biri hisoblanadi. To'p o'yinga kiritib berildi. Ignatiy Nesterov. Jasur Hasanov to'p bilan. Bu hozir himoyachini ortda qoldirishga erishdi. Rivaldo. Himoyachilar undan to'pni olib qo'yishdi. Joao Victorning zarbasi chiqmadi. Va Jeparov hozir chiroyli tarzda darvozaga zarba yo'llagan edi. Ammo Jeparovning zarbasiga ham aniqlik yetishmadi. Uchrashuvning vaqti yakunlanishiga esa 20 daqiqa vaqt qoldi. Tabiiyki endi Pohang futbolchilari o'yin sur'atini pasaytirishga harakat qilishadi. O'yin tempini to'p hozir oldingi chiziqqa yetkazib berilgan edi, ammo qanot hakam bayroqchasini ko'tarib turibdi. O'yindan tashqari holat qayd etilgan edi. Butun uchrashuv davomida sevimli jamoamizni qo'llab-quvvatlashingizni so'rab qolamiz. Xayrullo Karimov to'p bilan. Joao Victor. Yana Karimov. Karpenko. Victor. Uning o'zi oldinga intilyapti. To'pni hozir o'zidan biroz uzoqlashtirib yubordi Victor. Natijada to'p maydonni tark etdi. Server Jeparov shoshilayapti. To'pni o'zi olib kelib beryapti raqib futbolchilariga. Albatta bunyodkor futbolchilar yuqorida aytib o'tdik, 1-1 natijasi toshkentlik futbolchilarni qoniqtirmaydi. O'z uyida qanday bo'lmasin g'alaba qozonish talab etiladi. Zero 30-sentyabr kuni Koreyada javob uchrashuvi kutib turibdi bunyodkor futbolchilarni. Shu boisdan bugungi o'yinda g'alaba qozonish albatta javob uchrashuvi oldidan imkoniyatlarni yaxshilab olardi. Server Jeparov o'ng qanotdan oldinga intilyapti va to'pni jarima maydoniga yetkazib berdi. Himoyachilar uni qaytarishdi. Viktor Karpenko, Aziz Haydarov. Karimov Xayrullo. Karpenko va Jeparovlar hozir chiroyli kombinatsiya tashkil etib olishdi. Jeparovning o'zi hozir to'pni jarima maydoniga yetkazib berdi. Jasur Hasanovning imkoniyat bo'lishi mumkin. Karpenko to'pga yeta olmadi. Yana bir xavfli hujum samarasiz yakunlandi. Jeparov esa kutilmaganda to'pni raqiblardan olib qo'ydi. Joao Victor, Rivaldo.
Jasur Hasanov chap qanotda. Va himoyachi so'nggi pallada to'p yo'liga to'g'anoq bo'lib uni maydon tashqarisiga chiqarib yubordi. Tezlik bilan Bunyodkor futbolchilari standartni amalga oshirishdi. Anvar Soliyevgacha to'p yetib kelmadi, ammo hamon Bunyodkor futbolchilari to'pni o'zlarida ushlab turishibdi. Karpenko himoyachilar to'pni qaytarishdi. Bunyodkor butun jamoa bo'lib hujumga o'tgan, koreyaliklar esa butun jamoa bo'lib himoyalanishyapti. Ana shunday suratda davom etish lozim. To'p uchun kurashda Sahob Jo'rayev to'p maydon chizig'ini kesib o'tdi. Anvar G'ofurov uni o'yinga kiritib beradi. Uchrashuvning vaqti esa o'tib boryapti. Anvar kuchli zarb bilan to'pni oldingi chiziqqa yetkazib berdi. Hozir Skalari maydonga yana bir hujumchini tushirsa biz ajablanmaymiz. Rivaldo, Karpenko. To'p chap qanotga Jasur Hasanovga yetib keldi. Darvozabon, albatta bunday to'plarni darvozabon hech kimga bermayapti. Ana e'tibor bering. Sahob Jo'rayev, Aziz Haydarov, Karpenko to'p bilan o'ng qanotdan oldinga intilyapti Viktor. Jeparovga to'pni qoldirdi. Anvar Soliyev bu vaziyatda hozir Karpenkoga to'pni yetkazib bergan edi, ammo maydon egalari bir-birlarini tushunishmadi bu vaziyatda ham. Anvar G'ofurov Xayrullo Karimovga to'pni qoldirdi. Joao Viktor, yana G'ofurov, Sahob Jo'rayev, Rivaldo. Rivaldoning o'zi Jasur Hasanovga yetkazib bergan to'piga e'tibor bering. Afsuski Jasur bu to'pga yeta olmadi. Hujumni rivojlantirish uchun juda yaxshi imkoniyat yuzaga kelgan edi. E'tibor bering, to'p maydonni tark etish oldidan koreyalik himoyachining oyog'iga tekkan ekan, ammo hakamlar bu vaziyatga e'tibor qaratishmadi. Shin Hwa-yong to'pni maydon markaziga yetkazib berdi. To'p uchun kurash. Sahob Jo'rayev bu vaziyatda o'yin qoidasini buzdi deb topildi. Hozir raqibini orqasidan biroz turtib yuborgan ekan Sahob. Shin Hyung-min jarima zarbasini ijro etishga hozirlik ko'rayapti. To'p jarima maydoniga yetkazib berildi. Ignatiy Nesterov tezlik bilan uni egallab oldi va bo'sh qolgan sheriklarini qidiryapti. Mana to'p Viktor Karpenkoga yetkazib berildi. Karpenko esa o'ng qanotdan oldinga intilayapti. Rivaldo, Jeparov. Uning qarshisida ikki himoyachi va to'p serverga tekkan holda maydonni tark etdi. Pohang Steelers futbolchilari uni o'yinga kiritib berishadi. Kim Jung-kyum sheriklarini to'p bilan ta'minladi. Sergio Farias o'z shogirdlariga tinmay kerakli ko'rsatmalarni berib turibdi. Rivaldo, Sahob Jo'rayev, Jasurga to'pni yetkazib berdi. Sahob, Server Jeparov, Aziz Haydarov, o'ng qanotda Karpenko bo'sh va Viktor to'pni jarima maydoniga yetkazdi. Biror bir futbolchi bu to'pga yeta olmadi. Albatta Karpenkoning xatti-harakatlari hozir biroz noaniq edi. Afsus, Viktor hozir hujumni rivojlantira olmadi.
Pohang Steelers klubi a'zolari shoshilishmayapti. O'yinning vaqti o'tib boryapti. Albatta vaqt hozircha koreyalik futbolchilar foydasiga ishlayapti desak to'g'ri bo'ladi. Choi Hyun-jin yon chiziqdan to'pni o'yinga kiritib berdi. O'yin qoidasi buzilgani yo'q. Ha, negadir bugungi uchrashuvda Bunyodkor a'zolari bir-birlarini ko'pgina vaziyatlarda tushunishmayapti. Odatda Rivaldo va Jasur Hasanovlar bir-birlarini anchagina tushungan holda maydonda harakat qilishar edi, ammo biz aynan shu bog'liqlikni bugun ko'rmayapmiz. Rivaldo to'p bilan. U Jasur Hasanovni oldinga boshlayapti. Server Jeparovda zarba, gol! Nihoyat Bunyodkor futbolchilari hisobda oldinga chiqib olishni uddalashdi. Men hozirgina o'sha Rivaldo va Hasanovlarning bir-birlarini biroz tushunmay harakat qilishayotganini gapirib o'tgan edim, ammo hozir ushbu ikki futbolchi juda aniq tarzda harakat qilib, shaxsan meni biroz xijolatga qo'yishdi. Juda chiroyli tarzda Rivaldo Jasur Hasanovni oldinga boshladi va hujumni Server Jeparov 2008-yildagi Osiyoning eng yaxshi futbolchisi samarali yakunlab, qaldirg'ochlarni hisobda oldinga olib chiqdi. Uchrashuv yakunlanishiga hali 10 daqiqa vaqt bor. Mana e'tibor bering. Juda chiroyli tarzda harakat qilishdi va Jeparovning birgina aniq zarbasi va 2-1 hisobda Bunyodkor futbolchilari oldinga chiqib olishdi. Stadion yana jonlandi. Demak, yozib qo'yamiz. 79-daqiqa Server Jeparov 2-1. Bu arada esa Pohang Steelers futbolchilari jarima zarbasini amalga oshirishga hozirlik ko'rishyapti. To'p oldida Kim Ji-dong. U to'pni jarima maydoniga yetkazib berdi. Himoyachilar to'pni qaytarishdi. Endi esa burchak zarbasini mehmonlar amalga oshirishadi. 6-raqamdagi Kim Ji-dongning o'zi hozir burchak zarbasini ijro etadi. To'p jarima maydoniga yetkazib berildi. Aziz Haydarov uni hozir uzoqlashtirdi jarima maydondan, ammo to'p hamon Pohang Steelers futbolchilarida va tezlik bilan Bunyodkorda qarshi hujum tashkil etish imkoniyati bor. Jasur Hasanov chap qanotdan oldinga intilyapti. Tezroq va Rivaldo mana to'p bilan darvozaga berilgan zarba. Nihoyatda tezkor qarshi hujum tashkil etishgan edi hozir maydon egalari, ammo Rivaldoning zarbasi biroz aniq bormadi mo'ljalga. Natijada hujum samarasiz yakunlandi. Sergio Farias tarkibda yana bir o'yinchini almashtiryapti. 7-raqamda harakat qilgan Kim Jae-sung o'rniga 23-raqamda Ryu Chang-hyun maydonga tushdi. Demak, Sergio Farias bu borada o'z imkoniyatlaridan to'la foydalanib bo'ldi. Uchala futbolchini u almashtirib oldi. Hozircha esa Luis Felipe Scolari birorta o'zgarishni amalga oshirgani yo'q. Demak, braziliyalik mutaxassis hozircha maydonda harakat qilayotgan futbolchilarning faoliyatidan rozi. Bizga esa kiritilgan golni takror namoyish etishyapti. E'tibor bering. Tezkorlik bilan tashkil etilgan hujumni Server Jeparov ana shu ajoyib tarzda yakunladi va jamoadoshlarini hisobda oldinga olib chiqdi. Aziz Haydarov maydon markazida. To'p chap qanotga Jasur Hasanovga yetkazib berildi. Jasur esa Azizga to'pni qaytardi. Va jarima maydoniga uzatilgan to'pni darvozabon egallab oldi. Albatta uchrashuv nihoyasiga qadar Bunyodkordan biz yana gol kutib qolamiz, chunki 2-1 ham juda qaltis hisob. Shu boisdan hali uchrashuvning qolgan daqiqalarida ham albatta Scolari shogirdlaridan biz hujumkorlikni yanada oshirishni istardik.
Anvar G'ofurov to'pni oldingi chiziqqa yetkazib berdi. Himoyachilarni qaytarishdi. Maydon markazida to'p uchun kurash. Jeparov. Aziz Haydarov to'pni raqibidan olib qo'ya olmadi. To'p jarima maydoniga yetkazib berildi. Nesterov yaxshi o'ynadi. Tezlik bilan Rivaldoni qidirib topdi. Va Jasur Hasanov hozir biroz shoshib qoldi. Anvar G'ofurov to'pni kuchli zarb bilan oldinga tepib berdi. Viktor Karpenko. Maydon chetida esa Kamoliddin Murzoyev paydo bo'ldi. Biz aytib o'tgandek, yana bir hujumchi maydonga tushsa ajablanmaymiz deb. Demak, hozir Kamoliddin Murzoyev Bunyodkor tarkibida Chempionlar Ligasida debyut uchrashuvini o'tkazish imkoniyatiga ega. Aziz Haydarov hozir raqibiga nisbatan biroz qo'pol tarzda harakat qildi va hakam uchrashuvni to'xtatdi. Uchrashuv vaqti esa o'tib boryapti. Endi esa hujum qilish navbati Pohang a'zolarida. Chap qanotdan hujum davom etadi. Bunyodkor futbolchilari to'pni maydon tashqarisiga chiqarib yuborishdi. Endi yon chiziqdan koreyalik futbolchilarni o'yinga kiritib berishadi. Aziz Haydarov bu safar ham raqibining to'pni jarima maydoniga yetkazib berishga yo'l qo'ymadi. Xavfli hujum bo'lishi mumkin. Himoyachilar hozir to'pni jarima maydonidan uzoqlashtirishlari talab etiladi. Ha, shunday bo'ldi ham. Pohang futbolchilari yana bir bor yon chiziqdan to'pni o'yinga kiritib berishdi. Xayrullo Karimov yaxshi harakat qilib to'pni jarima maydonidan uzoqlashtirdi. Ikkinchi qavatda bu safar ham Pohang futbolchisi ustunlikka erishdi. Rivaldo esa birgina aniq pasi bilan Jasur Hasanovni oldinga boshlayapti. Server Jeparov olis burchakda to'p surayapti va gol! Server Jeparov uchrashuvning asosiy vaqti yakunlanishiga 5 daqiqa qolganida mehmonlar darvozasiga 3-to'pni kiritdi. Albatta bu vaziyatda Jasur Hasanovning xatti-harakatlarini ta'kidlab o'tgan bo'lardim. Demak, Server 6 daqiqa ichida Pohang Steelers darvozasiga 2 to'p kiritishga muvaffaq bo'ldi. Mana e'tibor bering. Jeparov bu vaziyatda bo'sh qolgan darvozani nishonga olgan va hozirgi ikkala to'pda assistentlik vazifasini bajargan Jasur Hasanov qarsaklar ostida o'z o'rnini Kamoliddin Murzoyevga bo'shatib beryapti. Jasur bugungi uchrashuvda eng faol va eng foydali o'yinchilardan biri bo'ldi, bu shubhasiz. Endi esa Kamoliddin Murzoyev uning o'rnida harakat qiladi. Himoyada endi hushyorroq harakat qilish talab etiladi albatta. Yana bir imkoniyat bo'lishi mumkin Rivaldo to'p bilan. To'p Viktor Karpenkoga yetkazib berildi. Jeparov to'pni jarima maydoniga yetkazib berdi. Anvar Soliyev hozir bosh bilan zarba berdi, ammo zarba noaniq. Sektorlarda ko'rib turibsiz, Bunyodkor futbolchilari, Bunyodkor fanatlari
bayram qilishni, shodiyonani boshlab yuborishdi, ammo hali vaqt bor. Oldinda hali 3 daqiqa asosiy vaqtning o'sha vaqti bor. Koreyalik futbolchilar chap qanotdan hujumga o'tishyapti. Himoyachilarimiz to'pni maydon tashqarisiga chiqarib yuborishdi. 19-raqamda harakat qilgan Jasur Hasanov o'rniga maydonga 11-raqamda Kamoliddin Murzoyev tushirdi. Stadionga yig'ilgan barcha muxlislar o'z sevimli jamoamizni qo'llab-quvvatlashda davom etamiz. Biz oldinga bormoqdamiz. Pohang futbolchilari to'pni mana o'ng qanotdan jarima maydoniga yetkazib berishdi. Himoyachilar to'pni qaytarishdi. Viktor Karpenko edi bu. Endi yon chiziqdan hozir Faryas shogirdlari to'pni o'yinga kiritib berishadi. Muxlislar to'xtamaymiz. Ha, Faryas uchrashuvdan oldin o'sha Skalari bilan o'ziga xos tarzda bellashishini aytib o'tgan edi. Hattoki Rivaldoning yoshiga ham shama qilgan edi. 37 yoshli futbolchi maydonda nimani ham eplay olardi. Uning davri allaqachon o'tib bo'lgan. U butsasini mixga iladigan vaqt allaqachon yetib kelgan deb aytib o'tgan edi. Ammo Skalari bunga javoban xotirjamlik bilan javob berdi va barcha narsani mana yashil maydonda isbotlayapti. Aslida futbol o'zi shunaqa. Futbolda barcha narsa so'zda yoki qog'ozda emas, balki yashil maydonda hal bo'ladi. Ammo shu bilan birgalikda hali Bunyodkor jamoasini 30-sentyabr kuni Pahangda juda jiddiy javob uchrashuvi kutib turganiga guvoh bo'lamiz. Oldinda hali javob uchrashuvi bor. Oldinda hali 90 daqiqalik dramatik uchrashuv bizni kutib turibdi. Kamoliddin Murzoyev yaxshi harakat qildi hozir va Anvar Soliyev tomon to'pni yetkazgan edi, ammo darvozabon to'pni egallab oldi. Shu boisdan Bunyodkor jamoasini hali yarim finalda deyishga juda va juda erta. Muhimi bugungi uchrashuvni g'alaba bilan yakunlash edi. Skalari shogirdlari esa hozircha bu vazifani uddalashyapti. Demak, uchrashuvning asosiy vaqti nihoyasiga yetdi. Hakam esa 3 daqiqa kompensatsiya vaqti belgiladi va ushbu qo'shimcha daqiqalar hozir o'tib boryapti. Bu vaziyatda Kamoliddin Murzoyev o'yin qoidasini buzdi deb topildi. Muxlislar 3 daqiqa vaqt ichida o'z sevimli jamoamizni Biz sharhimiz boshida aytib o'tgan edik, mazkur uchrashuv Skalari uchun o'ziga xos imtihon, o'ziga xos sinov uchun bo'lishini deb hozir Server Jeparovga nisbatan o'yin qoidasi buzilmagan deb topdi bu vaziyatda. Halil Algamdi aytib o'tgandik. Demak, mana bugungi uchrashuvda aynan Luis Felipe Skalari o'zini ko'rsatib berdi har jihatdan, chunki biz bilamiz Bunyodkor milliy chempionatimizda ketma-ket 23 uchrashuvda g'alaba qozondi va hozircha o'sha g'alabali uchrashuvlar seriyasini davom ettiryapti. Ammo O'zbekiston chempionati bilan Chempionlar Ligasi saviyasini bir-biriga taqqoslab bo'lmaydi. Janubiy Koreyaning Pohang Steelers klubi Osiyoning eng kuchli klublaridan biri ekanligini ushbu jamoaning erishgan yutuqlari ham ko'rsatib turibdi. Hozircha Bunyodkor futbolchilari ushbu jamoani 3-1 hisobda mag'lubiyatga uchratishmoqda. Anvar Soliyev hozir yaxshi harakat qildi va to'pni raqibidan olib qo'ydi. Yana bir hujum. Bizga yana bir gol kerak. Albatta bu zarar qilmasdi, hisobning yirikroq ko'rinish olishi, zero birinchi uchrashuvdayoq masalani ijobiy hal qilib qo'yish bu juda va juda maqsadga muvofiq bo'lar edi. Server Jeparovgacha to'p yetib kelmadi, u maydonni tark etdi. Bunyodkor va Neftchi jamoalari chorak finalning dastlabki uchrashuvida Neftchi futbolchilari g'alaba qozongan bo'lsalar, Bunyodkor futbolchilari g'alaba qozonishga, muvaffaqiyat qozonishga juda va juda yaqin turishibdi. Istardikki ertaga Paxtakor jamoasi futbolchilari ham ushbu g'alabali yurishni davom ettirib, Al Ittihod ustidan chiroyli g'alabani nishonlaydilar va o'zbekistonlik charm top muxlislarining xursandchiligiga yanada xush kayfiyat, yanada ko'tarinkilik bag'ishlaydilar. Buning uchun Paxtakorda barcha imkoniyatlar yetarli deb o'ylaymiz. Bunyodkor futbolchilari to'pni qaytarishdi. Uchrashuvning so'nggi daqiqalari, so'nggi soniyalari ancha asabiy tarzda o'tishi tabiiy.
o'yin qoidasi buzildi. Kerak bo'lmagan joyda xavfli vaziyat yuzaga keldi. Endi aynan shu standartni samarali yakunlashga koreys futbolchilariga yo'l qo'ymaslik kerak. Zero Pohang futbolchilari ham juda yaxshi tushunib turishibdi. Bu hujum uchrashuvdagi so'nggi hujum bo'lishi ham ehtimoldan xoli emas. Buni yaxshi his qilgan Ignatiy Nesterov jonli devorni kerakli masofaga to'g'ri joylashishi lozimligini uqtirayapti. Yaqin burchakni demak Nesterov jonli devor bilan to'sdi. Olis burchakdan o'zi joy oldi va mana aytib o'tganimizdek koreyalik futbolchilar ana shu tarzda to'p kiritishga muvaffaq bo'lgan edilar, ammo uchrashuv hakami bu golni inobatga olmadi. Va ana shu tariqa Halil Al-Gamdi hushtak chalib uchrashuv yakunlanganligini e'lon qildi. O'yinda Bunyodkor futbolchilari 3-1 hisobda g'alaba qozonishdi va chorak finalning dastlabki uchrashuvini o'z foydalariga hal qilishdi. Fursatdan foydalanib nafaqat poytaxtimiz, balki butun respublikamiz ahlini mamlakat O'zbekiston chempionining ana shu chiroyli g'alabasi bilan tabriklab qolamiz. Endi barchamiz ertaga Paxtakor va Al-Ittihod jamoalari uchrashuvini kutamiz. Ertaga 18:30 da ushbu uchrashuv translyatsiyasi boshlanadi va Paxtakordan ham ajoyib va sermazmun o'yin kutib qolamiz. Shu bilan birga bugungi translyatsiyamizga yakun yasaymiz. Translyatsiya rejissyorlari Tolib Ro'ziyev va Anvar O'rmonov, sharhlovchi Zafar Imomxo'jayevlar. Siz aziz muxlislar bilan kelasi uchrashuvlarga, kelasi dasturlarga qadar xayrlashib qoladilar. Omon bo'ling azizlar.